Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh do'stlar. Bugungi mashinamiz Granger HG 2012-yil LPG da. Hop, probegi 257 ming yurgan, ko'rishingiz mumkin. Qulayliklari elektron ruchni, auto hold, obduf, abagrev, navigator, high-pace, black box, panorama tom, to'g'ri isida, cruise control, ekosistema bor, elektron sideniya, 5 ключевой доступ, ko'rishingiz mumkin, to'g'ri sideniyalar isida. Mashina juda ham go'zal holatda. Inshaalloh polirovkalarni qilib tayyor qilib qo'ydik. Kimga qiziq bo'lsa, kelib ko'rishingiz mumkin. Mashina Tego Kyonsanda turibdi. Narxini 4 ming deyapmiz, ozgina kamitib beramiz. Aytib o'tadigan joyi dilxiralik bo'lmasin, shu joyida ozgina ko'chgan joyi bor. Keyin oldi bamper ozgina shilingan joyi bor. O'zimiz kraska qilib chiroyli qilib qo'ydik. Inshaalloh qolgan joyida ayb yo'q. Motor, korobka, hadovoy inshaalloh hammasi yaxshi joyida. Bemalol kelib tekshirib olasizlar. Kimga shunaqa mashinalar yoki boshqa mashinalar kerak bo'lsa ham aloqaga chiqaverasizlar. Inshaalloh yaxshi narxlarda qilib beramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.